Do'stlar, butun vodiy bo'ylab yangilikni jinnisi. Mana Mansur bek akalar tunuka fon qilishardi. Xatipning ichida hammalar bilsanglar. Shu yerdagi akalarimiz 120 ming so'mdan 170 ming so'mgacha xizmatlarni butun vodiy bo'ylab yo'lga qo'yishibdi do'stlar. Razmeri 0.35 dan 0.4 razmergacha ekan. Tog'ani vazifasi mana shu tunukalarni o'lchab, razmeriga olib, qirqib tayyorlab berish ekan. Bu yerda esa Otabek aka bukish bilan shug'ullanar ekan. Va kinolarni qo'yib olib, Otabek aka. Necha yildan beri bukasiz aka? Shoir turganga 1 yil bo'ldi atiga. Voy, atiga 1 yil uje mana. Ancha qo'ldan kelib qopdi. Do'stlar, omma-lekin bu akalarimizga gap bo'lishi mumkin emas. Xohlagan fasoningizda qilib beraman deyapti. To'g'rimi, tog'a? To'g'ri, internetda ko'rgan liboy fasonda chiqib beraman. Ana, Bo'lsa bo'ldi. nima edi, qaytaymi? Qaytay deydimi, 3D deydimi, xohlaganini. Bu tunikani qalinligi necha mashina? 04 Samarqand, O'zbekistonda chiqadi. Ish jarayoniga kelganmiz, ustakalarimiz palma fasonda tunika fonlarini qatirishyapti ekan, qaranglar. Hamma mahsulotini o'zlari olib kelib, hattoki leslarigacha olib kelib, qatirib ketishar ekan. 1 kun, 2 kun ketar ekan. Qarang, 2 kunda chiroyli bo'lib qolishini olasizlar shunaqangi. Bu yerda esa high-tech usulda ishlashgan ekan. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasiz. Butun vodiy bo'yicha choksiz tarnov, tunika fon, devoringizda afshipkalarni ham qilib berishar ekan do'stlar.